Mehribon va Farruh 2 yil avval turmush qurgan yosh oila. Ularning oilaviy hayoti yaxshi o'tayotgan, Shukrona bilan yashar edilar. Nihoyat uzoq kutib kelgan xursandchilik Mehribon homilador bo'ldi. Butun oila bu xabarni shodlik bilan qarshi oldi. 9 oy davomida Mehribon barcha qoidalarga rioya qildi. Dispanserga muntazam bordi. Shifokorlar bilan maslahatlashib turdi. U bolasini sog'-salomat tug'ish uchun bor kuchini berdi. Mehribonni oyning oxirlarida og'riqlar qiynasha boshladi. Farruh uni shahar tug'ruqxonasiga olib bordi. Ularga shoshilinch yordam ko'rsatilishi kerak edi, lekin qabulxonada shifokorlar umuman shoshilmadi. Hali vaqting yetmagan, uyga bor, dedi qabulxonadagi navbatchi ayol. Farruh qattiq norozi bo'ldi va qattiq talab qildi. Shundagina xotinini qabul qilishdi. Lekin bunaqangi og'riqli holatda ham shifokorlar jiddiy qaramadi. Tahlillar kechiktirildi. Mutaxassis chaqirilmadi. Kechasi soat 3:00 atrofida Mehribonning holati og'irlashdi. U ko'ngli aynab, harorati ko'tarilib, qattiq og'riqqa duch keldi. Hamshiralar chaqirganda ular bu tug'ruqdan oldingi oddiy holat deb ketishdi. Holat jiddiylashganda ham doktor yo'q edi. Yordamga chaqirish uchun vaqt o'tib ketdi. Nihoyat soat 5:30da tug'ruq boshlandi, ammo kech edi. Mehribon og'riqlar ichida, jon holatida bolani tug'di. Ammo bola sog'lom tug'ilmadi. Tana rangsiz, nafas olmas edi. Unga reanimatsiya kerak edi, lekin u yerdagi uskunalar ishlamagan. Hamshiralar qaysarlik bilan aytishdi: "Bizning qo'limizdan hech narsa kelmaydi." Farruh eshitib yig'lab yiqildi. Bolasi 15 daqiqa o'tib jon taslim qildi. Shuncha umid, shuncha intizorlik hammasi bir kechada yo'q bo'ldi. Farruh bu ishni shunchaki qoldirmadi. U Sog'liqni saqlash vazirligiga, ommaviy axborot vositasiga, huquq-tartibot organlariga murojaat qildi, ammo har joyda bir xil javob: ish tekshiriladi. Hech kim jazo olmadi. Tug'ruqxona hanuz faoliyatida, be'tiborlik yana takrorlanishi mumkin. Mehribon shu voqeadan so'ng depressiyaga tushdi. Bolasini o'sha tunni har kecha tushida ko'rardi. Farruh xotiniga tasalli berishga urinadi, ammo u umrbod ona bo'lish imkonini yo'qotganini biladi. Jismonan emas, ruhan ham shikastlangan edi. 1 yil o'tib Farruh maqola yozdi. Unda bu voqea haqida, tug'ruqxonadagi be'tiborlik, tizimdagi muammolar haqida gapirdi. Uning maqolasi internetda tarqaldi. Jamoatchilik uyg'ondi. Ko'plab oilalar bu kabi holatlarga duch kelganini ma'lum qildi. Kameralar o'rnatildi, shifokorlarga nazorat kuchaytirildi. Ammo bir bola qaytib kelmaydi. Farruh maqolani yozgandan so'ng turli taraflardan ko'plab quvvatlashlar kela boshladi. Odamlar telefon qilishdi, o'xshash taqdirlarni so'zlab berishdi. Hatto ba'zi huquqshunoslar o'z xizmatini taklif qilishdi. Farruh o'zini jamiyatda bir ovoz sifatida his qila boshladi. Ammo Mehribon uchun bu taskin bo'la olmadi. U farzandini ko'rmasdan sinovdan o'tdi. Har kuni bola kiyimlariga, bolaxonasidagi kichik kutilmalarga qarab yig'lardi. Farruh nochor edi. Uni qanday tinchlantirishni bilmasdi. Bir kuni Farruhga tug'ruqxona advokati qo'ng'iroq qildi. Maqolangiz uchun javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Tekshiruvlarsiz hech kimni ayblash mumkin emas. Bu tahdid edi. Farruh bilardi, tizim o'zini himoya qiladi, ammo u taslim bo'lmasdi. Odamlarning qo'llab-quvvatlashi unga kuch berdi. Farruh bir kuni tug'ruqxonada ishlovchi hamshira bilan ko'rishdi. U ham bola tug'ilgan tun dejurda bo'lgan. Ishoning, biz ham ko'p holatda nochormiz. Askar yo'lga jo'natiladi, lekin qurolsiz. Uskuna yo'q, malakali shifokorlar chet elga ketgan, maosh yetarli emas. Farruhda ichi yonadi. Bu faqat bir odamning emas, butun tizimning muammosi edi. Mehribon tushlarda bolasini ko'ra boshladi. Qo'lida chaqaloq, u bilan gaplashadi. Qo'rqadi, kulishadi. Keyin o'rnidan yig'lab uyg'onadi. Psixolog maslahatiga bormasdi. Unga men sog'lomman, bolam yo'q, ayb shifokorlarda derdi. Farruh baribir psixolog chaqirdi. Bir oz vaqtdan so'ng Mehribon asta-sekin suhbatlasha boshladi.
Bir yildan so'ng Mehribon homilador bo'ldi. Bu xabar ular uchun ikki xil hissiyot keltirdi: quvonch va qo'rquv. Tug'ruqni qayta boshdan kechirish va yana o'sha shifoxonalar, yana o'sha xavotir. Farruh bu safar xususiy klinikada tug'ishga qaror qildi. Ular bor jihozni sotib, kreditga ham kirishdi, lekin bu farzandni hayotda saqlab qolish uchun arziydi. 9 oy davomida hamma narsa aniq nazorat ostida bo'ldi. Mehribon klinikaga har hafta bordi. Farruh doim birga yurdi. Ular bola uchun ism ham tayyorlab qo'ydi: Umidjon. Nihoyat tug'ruq kuni yetib keldi. Bu safar barcha narsa o'z vaqtida, o'z o'rnida o'tdi. Og'riqlar boshlanganidayoq professional guruh harakatga keldi. Bola sog'lom, baquvvat, yig'layotgan holda tug'ildi. Farruh yig'ladi, Mehribon yig'ladi. Hamshiralar kuldi. Bu qayta tug'ilish, qayta yashash tug'rug'i edi. Mehribon bolasini bag'riga bosar ekan, ilk marta shunday dedi: "Meni kechir, farzandim, ammo sening duo sababli ilohiy quvvat keldi. Sensiz buni bilolmasdim." Farruh keyinchalik "So'nggi umidlar, yonayotgan vijdonlar" nomli hujjatli film ishladi. Unda faqat o'z voqeasi emas, balki boshqa oilalarning ham shunga o'xshash dardlari ko'rsatildi. Film keng jamoatchilikda muhokama qilindi. Rasmiylar, aqlli odamlar fikrlar bildirishdi. Qonunga o'zgarishlar kiritildi, nazorat kuchaytirildi. Faoliyatsiz shifokorlar ishdan olindi. Umidjon tug'ilganidan so'ng oilada har kun shukrona bilan boshlandi. Mehribon bolasiga mehrni 2 karra berdi. Faqat ona sifatida emas, avvalgi farzandini ham his etib. Farruh har ishdan oldin bolasini ko'zdan kechiradi, uni bag'riga bosib duo qiladi. Lekin o'sha tun, o'sha kecha, o'sha chaqaloq hech qachon unutilmasdi. Umidjon 1 yoshga to'lganda to'yini qilmadilar. Mehribon dedi: "Bu to'yona u bolamning ruhiga tushmasin, umidimizni yashashni o'rgatsin, na unutishni." Farruhning filmidan so'ng sog'liqni saqlash tizimida bir muncha islohotlar boshlandi. Viloyat tug'ruqxonalarida kameralar, yangi uskunalar o'rnatildi. Bir necha shifokorlar lavozimidan ozod etildi. E'tiborsizlik, kechiktirish va bemas'uliyatlik alohida jarimalarga sabab bo'la boshladi. Biroq barchasi ko'zbo'yama ekanligi uchun emas, Farruh har chorakda yangi voqealarni to'plab YouTube kanalida chiqara boshladi. Odamlar unga Umid ovozi deb nom berishdi. Umidjon 4 yoshda edi. Bir kuni u: "Ota, mendan oldin men kabi bola bo'lganmi?" deb so'radi. Farruh va Mehribon bir-biriga qarashdi. Yuraklari ezildi. Lekin endi u vaqt edi. Haqiqatni asta-sekin tushuntirish vaqti. Farruh o'g'liga shunday dedi: "Ha, bolam, sendan oldin bir farishtamiz bor edi. U juda oz vaqt yashadi, ammo sening dunyoga kelishingga sabab bo'ldi. Sen uning yorug'ligisan." Umidjon boshini egdi. "U mening akammidi? Ehtimol, yoki u ham sendek chaqaloq edi, ammo u tug'ilishi bilan osmonga ketdi. Sen esa yerdagi mo'jizamizsan." Umidjon maktabga bordi. Aqlli, sezgir, tinch bola bo'lib ulg'aydi. U shunchaki farzand emasdi. U shu oilaning ruhiy shifosi, e'tiqodi va yangi sahifasi edi. Farruh va Mehribon endi dunyoga boshqacha qaraydigan, baxtning jimjit qadrlaydigan insonlarga aylanishdi. Ular har bola, har ona, har tug'ruqning ahamiyatini tushunib, odamlarga qo'l bo'lishga harakat qilishdi. Yillar o'tdi. Farruhning kanali minglab odamlarga umid berdi. Mehribon onalarni qo'llab-quvvatlash guruhini ochdi. Ular ta'lim, sog'lik va ona-bola huquqlari bo'yicha vebinarlar, uchrashuvlar o'tkazardi. Bir kuni ular tug'ruqxona oldida uchrashib tashkil qilishdi. Kelgan har bir oila sham yoqdi. Farzandini yo'qotganlar, sog'lom farzand ko'rganlar barchasi bir nur ostida. Farruh shunday dedi: "Bu shamlar faqat yoqilgan nur emas, ular biz uchun saboq. Biz endi sukut saqlamaymiz. Biz farzandlar hayoti uchun kurashamiz, chunki har bir chaqaloq kelajakning nafasidir." Bu hikoyada bola o'ldi, lekin haqiqat tug'ildi. Bir oilaning dardi minglab dardlarga ovoz bo'ldi. Hayot oson emas, lekin agar biron og'riq sizga ko'z ochishni o'rgatsa, u ham barakadir. Umid hayotning eng so'nmas shamidir.